qanday bagaj uzoq chiqadi? Sizga uzoq tuyuladi, lekin aslida siz mana Turkiya aeroportiga borgansiz yoki boshqa davlatlarning aeroportiga borgansiz, to'g'rimi? Samolyotdan chiqqaningizdan keyin sizni uzoq koridordan, boshqa yo'llar bilan sizni kamida 15 minut, 20 minut sizni mana shu kutish zaligacha olib chiqadi. Ya'ni uzoq yo'ldan yurib borasiz, chiqib borishingizgacha masofa uzoq bo'lgancha vaqt ko'p sarf qilasiz. Va natijada bu yoqqa yetib kelganingizda уже bagajingiz sizda aylanayotgan bo'ladi. Bizda qanday? Bizda masofa qisqa, pasport nazoratdan o'tdingiz, bagajingizgacha tez qisqa muddatda yetib keldingiz. O'shanga uzoq kutadi. O'shaning uchun bu yerda uzoq kutib qolasiz. O'zi mana eksklyuziv mana aeroportda bo'lgan bo'lsanglar, mana bu xonada nima ekan deb qiziqqandirsiz. Ketdi, birinchi marta kiramiz shu yerga. Birinchi bagaj taqsimotini ko'ramiz. Mana hech kim ko'rmaydigan joy bu. Bu orqa tomoni. Do'stlar, like eksklyuziv uchun. Mana bagajlar shunaqa ko'rinishda samolyotdan tushiriladi. Samolyotdan tushirilgandan keyin har bir birkasidan mana o'qiladi. Prinsipi masofa uzoq emas ekanmi? Yo'q, samolyotdan olib kelish masofasi ham bor dedi. Samolyotdan ortib xuddi shunaqa mashinaga ortishadi. Mashinadan olib kelib tushirish bor.